Do'stlar, hammaga salom. Sizlar bilan men Flash Gamer Minecraft. Do'stlar, bugun videomizda biz o'tgan safar olgan videom esingizlarda qishloqqa prezident keladi degandim. Kelib ketdi. Lekin bizning o'rnimizni past baholashdi. Faqatgina yo'lak quduq yangilangan deydi. Uylar dabdala deydi. Shuning uchun bu uylarni yo'q qilib qaytargan qilishga qaror. Pajar ketdi. Bunaqa uychalarda qisqasi, bunaqa uychalar. Dem yoqish kerak, nem yoqish kerak. Bu qolsin. Ko'cha chiroqlari eskidi. Bo'lmadi. Qishlog'inglarda burchakka manarda umuman daraxt dedi. O'tiraylikchi. Xo'sh. Do'stlar, qaysi blokdan desam ekan? Mayli, hammasi oldingi holatda qilib qurishga harakat qilaman. Tosh qayerda edi? Yo do'stlar, uylar polonani nima bitiribsan ekan? Mana bunaqa qilaman. Qarang. Chiroyli. Ya tosh kerak ekan. Mana. Tak, endi bu yerda mana bu yerni o'tish. Do'stlar, qanday chiroyli. Menga yoqyapti lekin. Eshik. Hech kim mayli, yo o'tirib qo'ylik. Axir buni bir blok balanddan qurishga ekan-ku. Yo'q, bo'lmadi-da. Bu pastga kirib ketganmi nima balo? Avvalgi holatdalar. Bu safar esa yomon. Juda yomon. Do'stlar, bu qishlog'imizda dabdala deb hisoblanadi. Yana bir kelib ketar ekan prezident. Shaxsan o'zi agar bunda ham zo'r va
10 o'ringa bizlarni qo'ydi. 10-chi do'st, 10-chi. Sonra 10 o'ringa boshqaligida bizlarnikidan salgina kichikroq qishloqni ko'rdi. Ana shu qishlog'im sizlarni qishlog'inglardan zo'r dedi-da. Bizlar qishloqdan hali hech qaysi qishloq zo'r bo'lmaydi. 13-chi qishloq bilasizlar-ku, u dahshat. 14-chi qishloqqa ham bir safar bordim. U yo'q, birinchi o'rinda ekanda. Judayam zo'r qishloq ekan. 4-chi qishloq. 14-chi qishloq zo'rligi uchungina uni birinchi o'ringa qo'ygan ekanda prezident. Meni oshib berdi-da. Endi men nima seni qishloqdan haydayman. Shunaqalar deb do'stlar, agar bunda birinchi o'rinda olsak, eng zo'r qishloq unvonini berar ekanda bizlarni qishloq. Do'stlar, kelingizlar, balkoncha ham qo'shamiz. Balkoncha bilan ancha chiroyli. Prezident bu safar ko'rsataman. Bu safar vaqtim cheklangan edi. Do'stlar, men bugunimgacha videoni to'xtatib turaman. Qishloqda agorotlarni ham o'zgartirishga harakat qilaman. Do'stlar, mana qishloqni bitirdim. O'stirib chiqdim. Menimcha endi prezident keldi. Chiroyli desa kerak. Bungacha videoni to'xtataman. Tugatib qo'yishga qaror qildim.